Turanbank'ten Kutluyor Aziyat olaman. To'xtavli makon fuqarolar jiyinining agenti bo'laman. Sizlarga hozirgi vaqtda kredit mahsulotlarini tanishtirsam. Bizlarda aldin biznesin maqsadimiz 25 millionlik kredit mahsulotimiz bor edi. 25%dan maqsadli edi. Hozir bo'lsa so'q kredit mahsulotimiz o'zgarib 26%dan maqsadsiz bo'lib ochildi. Bugan grant hamda kepil kerak bo'ladi, sug'urtasiz beriladi. Bu 6 ay davomida kepil bo'lishi kerak. Kepil 6 ay davomida dohodga ega bo'lgan bo'lishi kerak. Hamda bu kredit mahsulotimiz aldin masalan chorvachilikda shug'ullanaman yoki texnika quraman deb aldangan bo'lsa, hozirgi vaqtda maqsadsiz beriladi bo'ldi. So'ning uchun sut toza produksiyamiz kechagina ochildi. 15-iyul kuni tasdiqlandi prezident qarori bilan. Endi u 20 millionga дейін beriladi. Aldin 25 millionga beriladi, 20 millionga дейін beriladi. Aldin bo'lsa mahalla loyihasi bo'lib beriladi edi. Hozir 20 millionga дейін beriladi bo'ldi. Bu bo'yicha so'rovlaringizlarmi? Qanday zatlar жұмсауға боламыз? Qanday zatlarga жұмсасаңыз? Talab etmaydi, qanday zat? Keyin talab etilmaydi bu. Masalan, chorvachilikdan shug'ullanib, sen chorva mal oldingmi, olmadingmi deb keyin izi tekshirilmaydi. Plastikka solib beriladi. U Turanbankning plastigini olib kerak bo'ladi. Turanbankning plastigini solib beriladi. Bir kepilmi sonda? Bir kepil. Agar dohodi yetadigan bo'lsa, bir kepil. Yetmaydigan bo'lsa, kepil qo'shiladi.